hurmatli Xorazm guruch xaridorlar, bizda termizlarimiz narxlari mana 45 ming so'mdan. Sifatlari yaxshi. Undan tashqari menga chiroyli bo'lsa, neobishniy bo'lsin deganlar uchun mana shunaqa neobishniylar ham bor. Bular 68 ming so'mdan ichlarini ko'rsatgan ekan. Ko'ryapsizlar, sifatlari zo'r bular ham. Undan tashqari men ko'p yillab ishlataman, menga ancha yilga kerak, sifati zo'r bo'lsin deganlar uchun ham bunaqa yezaki idishlilar ham bor. Bular 68 ming so'mdan narxlari. Sifatlari zo'r va undan tashqari oshxona buyumlariga men zirovar idishlar ham olib kelib qo'yganmiz. Zirovar idishlarni ko'ryapsam ekan. Donasiga 6 ming so'mdan. Bundan tashqari menga kattaroq bo'lsin, neobishniyroq bo'lsin deganlar uchun ham bunaqa sifatlari zo'r. Mana zirovar idishlarimiz ham bor. Bular ham 10 ming so'mdan. Va mana ukam, eng qiziq joyi mana buni qara. Xursar idishga o'xshab ishlatilgan, mana qara. 5 ming so'mdan bularni donasiga. Menga kattaroq bo'lsa, menga plastmassali kerak deganlar uchun mana bunaqa plastmassalilarimiz ham. Bularni 14 ming so'mdan narxlari. Har bir xonadonda xolodilniklarimiz hidlanadi. Shunga qarshi hidini ketkazish uchun ham mana shunaqa vosita olib kelib qo'yganmiz. Donasiga 18 ming so'm. Turishi 18 ming so'm. Operator kamerani yaqinroq olib kel. Bolajonlarimiz uchun haqir turgan buturkalarimiz bor. TD firmasiniki 18 ming so'mdan. Menga kattaroq bo'lsin deganlar uchun kattalari ham bor. Mana 24 ming so'mdan bular. Bizning do'konimizda bulardan tashqari haqir turgan termizlarimiz, so'skalarimizgacha ham bor. Men aka do'konimizdan xarid qilsangiz, do'konimiz Lakasaza G'ishko'prik ko'chasida Xorazm guruch markazi. Like, podpiska qilib qo'yinglar, esingizdan chiqmasin.